Assalamu alaykum arzuyum tam pişiriq işkin salondagi barliq azizlar. Bugun o'tilmoqchi bo'lgan darsimiz apelsin tamlik bo'lga. Buningga mushu muninglik apelsin ketidi xonimlar. Mush apelsinniki mau tashqi qismini qirib, muninglik bir qo'shiq qirib olamiz. Uningki buni ikki tal apelsinni so'yib, ichidagi qismini, go'shtli qismini buni mushu müzik maşinesinde ezip, mana o'xshash tabiiy mush apelsin mau nimasini chiqarib olmasa, müziğini. Ma apelsin müziğini chiqarib oldik. Mana da bir qo'shiq qirib oldik xonimlar. Ondan keyin bunun ketiren materiallardan 8 gram xamir turishdan 8 gram, 60 gram şeker, ma süt paraşügen 100 gram, sarmaydan 50 gram, tuxumdan bir dana, mau odatdagi un. Undan 500 gram ketadi. Xonimlar, yani yarım kilo un ketadi. Bunu tayyorlash bosqichiga o'tsak, oldi bilan biz bir quruq qochimizga 100 gram süt paraşügini quyib olgandan keyin uning ustiga cho'ng qo'shiqda bir qo'shiq shakar solamiz. Cho'ng qo'shiq bir qo'shiq shakar solib bo'lgandan keyin uning ustiga mau 8 gram xamir turishimizni qo'ydik. Xamir turishini qo'yib bo'lgandan keyin bunun üstüge bunu su. Yani 100 gram etrafında 100 gram sunu koyduk. Koyup bunu aralashtiramiz. Bunu yaxshi qo'chib, aralashtirib, xamir turishini eritib, ko'p turib olgandan keyin orqadan boshqa mashg'ulotni olib boramiz, qizlar. Mana qizlar, bunu yaxshi qo'chib, xamir turishini butunlay eritib olgandan keyin bunun ustiga 250 gram apelsin suyunu koyumuz kızlar. Mana 250 gram apelsin suyunu koyduk. Bunu yine aralashtiramiz. Bunun dikkat kılgan nokta çokum işletken suyunuz ilman buluşu. Muş apelsin suyunu mu ot koyup ilman kılıp pişirimiz hanımlar. Ve kızık koyatmayımız. Bunun üstüge unni azdan koyup durup xamir koyalımız. Mana qizlar quydik unni. Buni paloq bilan aralashtiramiz qizlar. Aralashtirib xamir yo'g'irishga boshlasak bo'ldi. Unni bir xilcha qo'ymaymiz qizlar. Unni bir xilcha qo'yib olsak, bir qattiq xamir bo'lib qoldi. Qo'limiz chaplashmadak, yumshoq xamir yo'g'olsak, qilmoqchi bo'lgan bo'lkimiz shuncha o'xshaydi qizlar. İkinci qadamda xamirimizni unni aralashtirib, mush xil holatga kelgandan keyin buningga mau bir tal tuxumni to'kimiz qizlar. Bir tal tuxumni to'kib, buni yaxshi aralashtiramiz. Buni shu palog'imiz bilan yaxshi aralashtirib, mush xamirimizga yugizimiz qizlar. Bunu yüzüp muşkul alat kelganda avvalgi yarım kilo unni yani asosdan qo'yib aralashtiramiz. Qolgan hammasini qo'yib o'tdik mana. Yarım kilo unni hammasini qo'yib o'tdik. Endi buni palog'imiz bilan yaxshi aralashtiramiz qizlar. Yaxshi aralashtirib xamir hosil qilib olamiz. Bizning aralashtirgan yarım kilo unimiz mana xamir bo'ldi. Shundoq paloq paylimg'arak holatga kelganda biz osh taxtimizga un sepilib turib, bu xamirni bu osh taxtida to'kib, undab turib, qo'l chaplashmadak xamir qilib olamiz qizlar. Mana qizlar buni tepiga un sepib oldi. Un sepilib turib, qo'l chaplashmadak xamir yo'g'irib olamiz qizlar. Azroq un sepib turib mana xamirni yo'g'irib oldik. Endi bunga ishlaymiz. Mana qizlar, buni shunchalik bo'sh xamir qilib oldik. Mana xamir hosil qilib olgandan keyin endi abayqi 50 gram sarmayimizni bunga meylab yugizib xonimlar. Mush sarmayni o'yin temperaturasi ergan sarmayni meylab yugizib, qaytadan bu xamirga ishlaymiz.
Buna milib aldık. Şimdi bunu tuzarız işleyimiz kızlar. Sarmayını tamamen yaxşı yüzüp 10 minutdan 15 minutgacha işleyimiz bu xamirga. Ha, mana kızlar bu xamirga sarmayı yüzüp tayyor qildik. Bu shunda boş xamir bo'ldi endi. Bunu üstünü yepip bu özünün 2-3 hassa yuqorgacha boldurmiz. 1 saatdan 1,5 saat atrofida boldurup ondan keyin mashg'ulotimiz olib boramiz. Ha, mana qizlar qoshiqni yeb qo'ydik. Bu bo'lgandek holatini ko'raylik. Ha, mana qizlar, mana xamirimiz issiq joyda 1,5 saat turgandan keyin shunday ko'pib bo'ldi. Buningga ozroq uni sepiblar. Buni qaytadan ishlaymiz, xonimlar. Undan keyin mana osh taxtimizga un sepib turib, buni osh taxtimiz qo'yib ishlaymiz. Ha, mana bu osh taxtimiz qo'yib olgandan keyin ozroq un sepib turib, buni bir ishlayapmiz, qizlar. Mana xabarini qaytadan bir ishlayib Şimdi bunu sekileklarimizden yardımıyla bunu çoğuntub olmasa, bunu çoğunlutup 4 ças şekilde ekib olmasa kızlar. Ha, mana kızlar 4 ças alat ekib oldik. Bu xamirni yeyip, şimdi bu yalaqı şekerimizden töpege şu apelsinniki postunu aralashtirib bir qo'shiq aralashtirib, mana qiymasini qilib oldik. Bunu mana ustiga sepimiz kızlar. Yeyib olgan xamirimizning ustiga Teşhis sepimiz. Bunu teşhis sepib olgandan keyin mushnasi qilib, kataç qilib kesib oldik. Kataç qilib kesib olgandan keyin buni shakl chiqaramiz qizlar. Buni mushundaq bir yandan yo'gaymiz qizlar. Yo'gab olamiz. Yo'gab bo'lgandan keyin buni bunday qatlaymiz. Buni qatlab olgandan keyin o'ttirsadan kesimiz qizlar. Buni kesib, mana ikki tarafiga mushnasi qilib, buni yurak shakl chiqaramiz. Mana. Şeyden shuni yo'gaymiz. Yo'gab olgandan keyin mana uchini qatlaymiz. Qatlayotgandan keyin buni o'ttir qismidan kesimiz. Kesip man öreyimiz mana. Yurak shakl chiqdi. Hammasini mushnasi qilib shakl chiqarib olamiz. Ha, mana biz tayyor qo'ygan yurak shakllik apelsin ta'mlik bo'lkalarimizni tizib oldik. Endi buni qayta bo'ldiramiz, xonimlar. Qayta yarım saat bo'ldirgandan keyin duxovkaga solib pishirsak bo'ldi. Endi biz maberdan tuxumdan serig'ini ustiga 2 qo'shiq sut qo'ydik. 2 qo'shiq sut qo'yib, buni yaxshi aralashtiramiz. Ha, mana xamirimiz bo'lib, mushna holat keldi, qaytadan ko'pib. Endi buning ustiga boyaqa tayyor qo'ygan mana tuxum bilan sutning aralashmasini tashshi meylab chiqmiz. Tashshi meylab pishirsak, bu qip-qizil chiroyli pishadi, xonimlar. Endi bu bolkalarimizni 180 Selsiya gradusda 30 minut atrofida pishirib olsak bo'ldi, xonimlar. Mana duxovkaga soldik. Bolkimizning ustiga quyilgan sharbat tayyorlash uchun 100 gram un shakarga 50 gram suv tayyor qildik. 50 gram suyimizni 100 gram un shakar quydik. Bu qaynoq suv, xonimlar. İlman qaynoq suv. Buni toza chelib, shu ustiga quyilgan sharbat tayyor qilamiz, xonimlar. Ha, mana qizlar, bolkalarimiz pishib chiqdi. Endi buni taqsiga elib, abayqa tayyor qo'ygan sharbatni qo'yib bezaymiz. Mana qizlar, tayyor qo'ygan sharbatimizni qo'yamiz buning ustiga. Bunisi tashshi qo'yib, hammasinikiga qo'yib chiqamiz. Mana shunday yeyishlik bo'lgan apelsin ta'mlik bolkimiz mushuning bilan tayyor bo'ldi. Uşaq balam bək yoxdurub yeydi, çoğlan yoxdurub yeşi ərziydi bu. Ailədə itib, körpəqsanıza buldu qızlar. Məni
üçtüp körpesi. Mana arsi mena çıkıda hanımlar. Mana. Şunu bilan bugungi o'tilmoqchi bo'lgan darsimiz tamom bo'ldi.